Assalamu alaikum, hörmetli qarindoshlar. Men qarindoshinglar Nabija Allah. Bugungi muajiratli kun tartib programmamizda sizlarga 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini unutildirmaymiz va unutmaymiz degan mazmunda temada bir programma qilmoqchi. Bu suhbatga men bir aziz mehmonimni taklif qildim. Aziz mehmonimni ekranga akilib, har birlari bilan bu şekilde suhbatimizni davom qilamiz. Assalomu alaykum, Baxtirada. Assalamu alaykum Nabijanim, salam hammalarga. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, qadrdan qarindoshlar, tuqqanlar, hammalarga ehtirom bilan salomlar bo'lsin. Bugun 7-oyning 5-kuni unutilmas bir tarixiy kun. 13 yil burungi bugungi kunda Urumchida Uyg'urlar haqqoniyat, hurlik uchun ko'chalarga to'kilib, qahramonlik dastoni yozgan bir muhim kun. Bu kunni biz unutmaymiz. Hem xalqimiz hargiz asla unutmaydi, dunyoga ham unutildirmaymiz. Temamiz mushu bo'lgan ekan, biz mushu tema atrofida suhbat elib boramiz. Rahmat. Rahmat dada. Evvel men qarindoshlarımızın köpüncüsü tunuydu. Şunda olsun mu? Her bir teklif kılgan mehmenimni bir kıskış tercümanını devletime. Baxtun edem 18 yıl burun, yani 18 yıl oldu Şivsiyada yaşavatqılı. Merhum Küreş Efendim'nin hanımı oldu. Küreş Efendim bilen birge naiti igir japalık küllerini birlik ötküzgen. Efendim'nin yaxşı nakşalarını, müziklerini nim qilish olsun, radio olsun, jurnal olsun bir chiqarishiga yaqindan yordamda bo'lgan. Anandan keyin müşahada efendim vafot bo'lgandan keyinmi hadimiz yani o'zligidan tirishib o'qib, müşahada burun universitet vatanda universitet o'qituvchi bo'lgan. Anan keyin müşahada o'qituvchilikni davomli qilish uchun yana Shvetsiyaning aloqador maktablarida o'qib bitirib, anandan keyin pedagoglik olsun, ali lektorlik olsun, anandan keyin yana Shvetsiyaning yozuvchilar jamiyatiga a'zo bo'lish, anandan keyin nimaga kishilik huquq tashkilotlariga a'zo bo'lish, anandan keyin eng muhimi o'tgan yilgi 7-navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyining ayollar komitetining muavin mudirligi bo'lib saylandi. Hazır xizmatda inşallah yani bu yıldan başlap 2012 yılı 1-aydan başlap Shvetsiya Uyg'ur birligi tashkilotini qurdi, hem rais bo'lib saylandi. Hazır şu vazifani o'tab kelyapti. Bizlarga yetakchilik qilib, yana oldimizdan nurg'un xizmatlarni davomli qilib qilmoqchi inshaalloh. Shunga qolgan xizmatlar haqidagi tafsilotini ayrim bir programmamizda deyishimiz. Bugun hamda asosli shu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan abiyam adam degandek biz unutmaymiz va unutildirmaymiz degan temada bir suhbat programmasi qilishni loyiq topdik. Hadam o'zi shu nima mush taraflarda o'zining tushanchisini biz bilan o'rtoqlashmoqchi inshaalloh. Unda qo'zada temaga kirishdan burun shu biz hamda 5-iyul şu vaqtdagi voqeani biz har yerda turib anladik. Şu vaqtda siz birinchi bo'lib qanday angladingiz va qanday hissiyotda bo'ldingiz? Rahmat, tanıştırışlarına iti obdan bo'ldi. Ko'p rahmat enim. Anglavatgan, ko'rvatgan aziz tuqqanlarga ko'p rahmat. Men 18 yil burun Shvetsiyaga kelib yerlashdim. Shu 13 yil burun Urumchida yuz bergan qonli qirg'inchilikning xabarini men esimda qilishcha men qaysi bir davlatda men konferansda edim. Konferansning oxirgi kuni shu oyog'imni to'xtamaylan parxodga o'tirib kechlab yana kelib, nihoyat azoblandim. Matem üstüge matem tuyuldu rastlansam. Şu vaqtlarda şu yig'lab yurgan vaqtlarim. Bir yoqdan Maladan Sovskolan hazırki Maladan universitetda o'qiyman, bir yoqdan Eskisuna Statis bibliotekada xizmat ishlaydigan vaqtlarim, ama bir konferans tufayli men bir 3 kunlik ruxsat so'rab shu konferansga qatnashib, shu kechalab qaytib kelib keldim. Bir kun o'tgandan keyin cho'ng namoyish uyushtirildi. Bu vaqtdagi o tuyg'umiz matem üstüge matem. Bütün dünyadaki Uygur yığılgan, matem tutkan bir gün. Namayış
men şu keçilep geldim. Keçilik keşlik ategellik poyez yani avtobus, metro, poyez mişnak keliş basqıç ketudum. Vaqtida kızımız kichik şu o namayishninki ajmi intayin cho'ng bo'ldi. Shvetsiyada 3000 jiq Uyg'ur qarindoshlarimiz bor deb sanaladi ekan. Shu kundagi namoyishda men eng jiq Uyg'ur ko'rgan kun. Analar, balalar quchoqda, harvida, hatto 1-2 bola yetilagilik ta parlamentning oldida, Xitoy ambassiyasining oldigacha shunchalik issiqda bir yoqdan yig'laymiz, bir yoqdan shuart olaymiz, qo'limizda balla, harvila degandek lozunkalar, bayroq mo'rimizda. Shundoq biz namoyish qatnashib, Xitoy ambassiyasining oldida bizning nafratlarimizni, la'natlarimizni yog'dirib, necha soat turib namoyish o'tkazgan shu kun esimdan hargiz chiqmaydi. Bu kuni mening bilishimcha dunyoning har yerida namoyish bo'lgan. Masalan, Qozog'istonda bo'lgan bir namoyishninki bostirib etilgan, ammo zol ichida motam shaklida o'tkazilganlikning xabarini va rasmlarini ko'rib, biz uningga aytimi yig'ilgan edik. Chunki u kundagi onalarning beshida hammasi oppoq ro'mol, motamlik, dadılar g'azabdan mushlari tugilgan, akalarning ko'zlari hurlik uchun chaqchaygan, Xitoy yovuzlarga nafratlarini bildirib, shundoq bir jasoratlik holat shakllangan bir vaqtlar edi. Bu 13 yil burungi o vaqtni aslasam, bir yoqdan naydim echinaman, naydim hasratlanaman. Nemishga deganda Uyg'ur xalqining eng sarxil universitet faollari, jamiyatga eng yaraydigan g'olluq oltindek davrni yashayotgan sarxil yosh qiran qiz yigitlar, barnoz yigitlar behuda qirilib ketdi. Behuda yo'q deb etildi. Minglab, millionlab tutqun, izdiraksiz yo'q deb etishlar oilalarni vayron qilib etdi. Minglab bolalar ota-onasiz, yetim, yegona yashashga, qilishga majbur bo'ldi. Bu vaqtni o'ylasam, haqiqatan ichim pek serildim. Ama dünyanın şu vaqtda sukutda turg'uni, razilligi, manfaat ustida haqqoniyatni qayirib qo'yishiga men la'nat deyman. Hozirgi shunchalik echinaman. Agar shu 13 yil burungi Urumchi qirg'inchiligini, Shovgan qirg'inchiligini dunyoda betaraf tekshiradigan bir o'mak tashkillanib tekshirgan bo'lsa, vaqtida Xitoyga to'xta, ma qirg'inchilik bo'pti, nohaqchilikni to'xtat deydigan bir yuksak ovoz bo'lgan bo'lsa, keyingi lagerlar va boshqa qirg'inchiliklar izdiraksiz yo'q deb etishlar yuz bermagan bo'ladi balkim. Men shuni o'ylayman. Shunaqamda shu mezgilning o'zida men bu Shvetsiyaga kelgan vaqtim, mening keyin Shvetsiyaga kelib anglagan nimamda shu vaqtdagi namoyishda şu Shvetsiyadagi nurg'un qarindoshlarimiz g'azabini bosolmay shu Xitoy elchixonasiga shu besib kirib ashulaga nima qilganligi bir necha qarindishimizning tutilib Shvetsiya soqchilari tarafidan nima qilganligi, jazolantirilganligini anladim. Undan boshqa yana mushada siz degandek mayli xayri yosh olsun chiqib shu vaqtdagi Shvetsiyada shu anglagan qarindoshlarimizning hammasi shu balalar kichik olsunmu siz degandek arvo'liga bir şekilde elib chiqib hammasının şu meydanda naq meydanda bo'lganligi shu parlament bilan nimaning orlig'i ham az deganda 3 yo 4 kilometr keladi. Shu Ashiyada yo'lni besib qarindoshlarimiz shu Xitoyga o'zining g'azab nafratini bildirib kelyapti. Shvetsiyada bo'lsa har yili qarindoshlarimiz imkoniyati yetkizcha mishadagi tashkilotlar şu vaqt olgandan keyin mishadagi imkoniyat yor bergan qarindoshlarimiz bu islam şu namoyishga daxil bo'lib
namayişda her yili Xitay elçixanasının aldıda bizning mayli yakshanba kuniga to'g'ri kelsin, mayli bayram damish bayram kuniga to'g'ri kelsin. Qanday bo'lsa shu vaqt eliblam shu yerda Xitoyning elchixonasining oldida noroziligini izchil turda bildirib kelyapti. Bu nihoyatda bir izchillik, bu muhim ishkim. Yana birisi ham dunyoning yana bir joylarida mening esimda qolgani shu vaqtning o'zida Gollandiyadami qarindoshlarimiz shu o'zini nihoyatda bosolmay Xitoy elchixonasiga shu tosh narsalarni etib Xitoyning elchixonasini aynaklarini chiqib degandek bir qarshiligini amaliy shaklda bildirib nihoyatda bir jasoratlik nima ekanligini, g'azabini amaliy nima orqali bildirgan. Demak, bu yerda qonunga xiloflik tarafi nima deyilish emas. Demak, insonlarda bir xil qarshilikning bo'lganligini, uni ifodalashning har xil shakli bo'lganligini biz qonunsiz tarafini nima qilmaymiz, lekin qanday bo'lmasin o'zining g'azabini bir shaklda Xitoy bo'lapmi, Xitoy tajovuzchilarga bildirish uslubini bu yerda bir eslab o'tishga to'g'ri keldi. Men o'zim texnikada bo'lmag'achqa biz Yevropaga kelib bo'lgan ma'lum bir davlatni qapsilib turayotgan vaqtlarimiz bo'lg'achqa vaqtida men internet orqali bildim shu kunlik, chunki vaqtida biz kikular orqali tamila aloqalashib turgan vaqtlarimiz shu kungi uchurlar bizga kelgan bo'ldi. Ammo kelgandimi bizlar toza anqiranmadik, chunki bu qanday ish bo'lib ketganda nim bo'lgandi. Chunki biz u vaqtida biraz diktator bir davlat bo'lganligimiz uchun hem onun ustiga qisman shaklda bir necha soat to'g'ri chiqqan vaqtida shu o'zimizning atrofidagi qarindoshlarimiz bilan nima qildik, keyin ularning bexatarligi uchun uyimizga telefon qilib bu shaklda nima qilgan bo'ldik, lekin işte bir namoyishning bo'lganligidan lekin ularma yani telefonni balkim qo'rqib demagan bo'lishi mumkin, belki bir nima qilib ketamagan ahvollarda qisqachalarni anlagan. Lekin nimaga chiqqandan keyin yoki bo'lmasa shu vaqtda Erkin Osiyo radiosidan bo'lsin yoki boshqa to'rbatlardan anandan keyin biz bu Urumchi qirg'inchilik nihoyat qirg'in siz degandek nihoyat vahshiy shaklda yosh bolalarimizni, qizlarimizni nihoyat vahshiy shaklda qirg'in qilib qatliam qilganini ko'rdik. Hattoki shu degan bir qarindishimizning videosida shu dövülünüp ketgan jasadlarni Xitoylarning ashuna tashlab shunda qon yo'lning xili uzoq yerga berilganligidek bir o'z ko'zi bilan ko'rganligini namoyon qilibdi. Demak, nima deganda shu vaqtdagi shohidlarimiz va yoki undan keyin ayni biz shu vatan sirtiga chiqqan qarindoshlarimizning og'zidan yoki videodan ko'rib, endi biz Urumchi qirg'inchiligining qanday bo'lganligini shu vaqtda ko'rgan vaqtimizdan keyin andan his qila oldik. Demak, shu vaqtning o'zida ham sizning deganingizdek xalqaro jamiyatning bir mustaqil tekshirish umidini avatmay shu mezgil nimadan keyin bo'lmasa dunyo xarakterli butun dunyoda Uyg'urlar qo'zg'alib shu vaqtida Xitoy tajovuzchilarining qirg'inchiligiga qarta bir o'zining tepkisini, o'zining qarshiligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin shu vaqtda ham siz degandek ba'zi bir hukumatlar sukut turib o'zining foyda manfaati yoki savdo sherikligi yoki bo'lmasa ba'zi bir siyosiy jihatdagi imtiyozlari bilan o'zining manfaatini ko'zda tutib aşağıya bir mustaqil tekshirish umkidan kirmaganligi va Xitoyning shu vaqtda qirg'in qilgan jinoyatini qonun javobgarligi tortmaganligi uchun yoki bo'lmasa sen mani nima ish qilding deb bir tanavuzini tortadigan bir kuch bo'lmaganligi uchun Xitoy bundan jasoratlanib bugungiga o'xshash mana erkak qirg'inchilikdek butun bir millatni yo'q qilish holatiga olib kelganligi, shundan jasorat topganligi deb tushunganligini siz bayon qildingiz edi. Şuna hem de hazır hem de bunun dinki mi hazır kama erkek qirg'inchilik mi texe itiraf qilgan davlatlarning soni 47dan texe nima qilmaydi hamda texe ma Yevropa parlamentida ovoz berganning soni, ammo haqiqiy ma u parlamentida itiraf qilgan davlatlarning soni texe 10 ga bormadi. 9. Demak, shu biz Shvetsiyada turyapmiz. Shvetsiyaning parlamentida mi texe Sharq Turkistonda bo'layotgan erkak qirg'inchilik degan bir loyiha texe o'tmadi. Hem de inşallah o 9. ayda saylan bo'lmoqchi, saylandan keyingi qurilgan hukumatda hem de bir sizlarning tirishchiliginglar bilan inşallah bu masala o'tirib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Xudoyim buyursa, bu biz 4. ayning 5-kuni xabaringizda bor, biz Shvetsiya parlamentidagi 349 aledamatlarning hammasiga bu London
Ali Sodanınki hükümü ve ırkı kırgınçılıkını etraf kılan devletlerninki çıkan kararlarınki ve Amerika Katarlık devletlerninki Uygur mecburi emeklilikini toxtuş doğrusudaki kararnamelerninki İngilizce, Şiveçe nüskullarını elxat arkalık ve Statsminister Magdalena Anderson'ga xat şeklinde ve Tashqi ishlar ministerligi yani Utrecht Department qatorliq joylarga Amnesty International'ga xat ve bevosita xat konvert şeklinde yetkazgandan keyin bir necha partiyalar ve ledamotlar o'zininki mayda kuchli qo'llash tarafdorida bo'lganligini bildirgan bo'ldi. 18 maydan 21 maygacha Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlaridan Dolqin Isa Efendimiz Zumrad Ayxanim qatorliq bir gruppa Parlament Amnesty International ve Utrecht Department qatorliq joylarni ziyorat qilgan vaqtidami bu kuchli dalil isbotlar asosida yana bir qatim eslatmalar, kuchli talab va takliflar berildi parlamentda ichida Amnesty Internationalda ve Utrecht Department Tashqi ishlar ministerligida. Bu vaqtda shularning ya'ni davlat rahbarlarining, Shvetsiya davlat rahbarlarining parlament ichida bo'lsin va ayrim ko'rishmalardagi elchixonalar ko'rishmasi va boshqa ko'rishmalardagi inkaslardan qaraganda, demak Uyg'ur qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb tonish bosqichida ketyapti, xizmatlar ishlanyapti. Bu qatim bir narsani deb o'tish kerak. Dünya Uyg'ur Qurultayı ve boshqa tashkilotlarning izchil tirishchanligi xalqaro saviyada diplomatik munosabatlarni o'rnatib, har oyda bir qancha davlatlarga jiddiy programmalar tuzab ziyorat qilish natijasida oldingi Jenevada echilgan Dünya kishilik huquq eslatması yig'inidagi 17 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur masalasini e'tirof qilishdan hozirgi 47 davlat e'tirof qilgan va Uyg'ur tarafda haqqoniyatni yoqlab so'z qilgandan qaraganda bu qilayotgan xizmatlarninki unumi natijasi ko'rildi degan so'z. Bundan keyin texmi shunday bo'lg'isi. Shimoliy Yevropadagi 5 davlat Shvetsiyani asos qilgan asosda qat'iqinda Uyghur irqiy qirg'inchiligi va e'tirof qilish va Uyghur majburiy emgakini to'xtatish, buningga chetilgan shirkatlarga jazo qo'llanish, ularninki majburiy emgakdan hosillangan mahsulotlarni Yevropa zaminiga kirgizmaslik, setolmaslik, satmaslik qatorliq qonunlarninki oqoqdan ro'yobga chiqishiga bir turtkilik rol o'ynagisi deb umid qilma, ham biz izchil shu yo'lda tirishimiz. İnşallah, inşallah. Hem de bilgen kökünümüzdeki dünyanın her qaysi yerlerinde yani köplegen devletlerde hem biz o aylık mao iş günü bolganlığı üçün dedik hem de qarindaşlarımız şu 3-cü islah vaqt tapdı ki biz 3-cü islah Xitay elçixanasının aldıda vaqt algan ülkelik teşkilatlarımızla birlikte biz namayişimizi şu 3-cü islah tweetip aldık. Şu qarindaşlarımız Allah ecirler bersin, to'g'ri. Allah razı olsun deymiz. Yüzlab qarindaşlarımız çoğun kichik balalar, analardadılar. Akalar, inalar saptuzab aytımı obdan ahmiyetlik o'tkazdik bu namayishni. Bugun bo'lsa dunyoning har yerlarida, masalan Angliyada, Germaniyada, Turkiyada, Amerika, Kanada, Belgiya qatorliq davlatlarda oqoqda namayishlar bo'lyapti. Şu namoyish qilayotgan barliq azizlarga oliy ehtirom va salomlar bo'lsin. Yurakdan salomlaymiz, ehtirom bildiramiz, hurmatimiz bor. Ketgan shahidlarga Alloh Firdavs jannatlar bersin deb duo qilib amin. O'timiz. Amin. Hem de muşu diginimizdek hem de muşu devletlerde kılıvadıdı. Onun için yağı hem de Xitayning muşu qirg'inchiligini qayg'u bilan eslash bilan birga dunyoga Xitayning qonxo'r jinoyatini fosh qilyapti endi. Durust. Yani onu şunu almışlar qilgan, hozir mana erkak qirg'inchilik davomlashtiryapti degan şekilde har xil norozilik namoyishlarida abamsiz degan davlatlarda elib berilyapti. Endi bu xildagi faoliyatlarni elib berishning ahamiyati haqida bir to'xtalib bersangiz demoqchi. Albatta, bu xil faoliyatlarni izchil, uzluksiz elib berishning ahamiyati naydi zo'r. Birsi dunyoga Xitoy tajovuzchilarininki yovuzligini texim echib tashlash, texim bir qadam cho'nqirlagan holda to'nitish, insoniyatga ofat ekanligini yanama bildirish. Masalan, 2 yillik Xitoy virusi sababli pandemiyaninki epkelgan ofat
bütün dünyani iqtisodiy va boshqa taraflardan falaj holatga tushirib qo'ydi. Ammo shundan mu dunyo cho'chishi, uyg'onishi kerak. Andan Uyg'ur, Tibet, Mongol, Hong Kong qatorliq, ya'ni Sharqiy Turkistonda yashayotgan har millat xalqiga selayotgan zulm, irqiy qirg'inchilik va boshqa fojialarni dunyoga biz izchil ovozimizning yetishicha har xil uslub, har xil vositalar bilan bildirishimiz kerak. Ondan yana dunyoning siyosatini belgilaydigan siyosiylarga, diplomatlarga shuni yetkazishimiz kerakki, Xitoy majburiy, ya'ni Uyg'urlar qirtilgan majburiy emgak tüpeyledin dünyaya arzon mallarını tökme qilib setib, dünya iqtisodiga bozg'unchilik, vayronchilik olib kelishga endi qat'iy yo'l qo'ymasligini siyosiy qonun bilan bir taraf to'sib qilishi kerakligini doim eslatishimiz lozim. İcra qilingan unumli bir tadbir bo'yicha biz qilayotgan namoyishlarimizni, konferanslarimizni va boshqa tinch yo'l bilan va boshqa yo'llar bilan elib berilgan qarshiligimizni qat'iy to'xtatmasligimiz kerak deb o'ylayman. Ondan yana bu xil faoliyatlar orqali yana biz xalqimizning jasoratini, zulmga sukut qilmaydigan irodasini, hech nimadan qo'rqmaydigan botir shajarasini yosh o'smirlarimizga milliy ruh, milliy vijdon, milliy madaniyat va o'rnaklarni ko'rsalaymiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat edamdi degandek shu har bir shunday faoliyatlarimizga bizning ayni 13 yilning oldida 5-iyuldek bir qirg'inchilikni sodir qilgan 20 yilning oldida ayni 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini elib borgan Xitoy. Uning oldida 33 yil oldimi Barıl inqilobida u vaqtida bizning qirg'inchilikni elib borgan, hamda bu tarixda qolgan cho'ng izlib qolgan vaqtlar bo'lsa, undan burun nurg'un kichik shaklda va yoki hech qachon o'tirib chiqmaylam, Xitoy yoki matbuotlarga chiqamaylam bestirib o'tgan nurg'un qarshiliklar bor. Demak, 70 yildan yog'i bizda hamda Xitoyga bo'lgan qarshiligimiz uzluksiz bir kun to'xtab qolgan yo'q deb qarayman. Shunga o'xshagan shaklda hamda biz xalqaro belgi vaqtimizda shuni xalqaro matbuotga to'xtagan, siz degandek mushtaq qirg'inchiliklarimizni bir shaklda anglitishga va hozir qilayotgan qirg'inchilikdan o'xshash birdeklikda elib berayotganligini, demak 13 yilning oldida hozirgi lagerning asosini boshlash uchun Xitoy xalqaroning bir bundaq to'mirini tutib beqish uchun bir shaklda elib borgan bir qirg'inchilik deb tushunsak bo'ldi deb o'ylayman-da. Durust. Rost deysiz. Masalan, Urumchi qirg'inchiligining kelib chiqishiga sabab bo'lgan omilni nurg'un tarafdan tadqiqotchilar va jamiyatshunoslar ham xalqimiz shunday tuniydi. Ya'ni vatanimizdan ichki o'lkalarga, masalan, Shogan o'yinchoq zavodiga yo'tkab ketilgan yoshlarimizni qir qilib, shu kechilab bostirib, yorlandirish va hatto eng yovuz shaklda urib o'ldirish bo'lgan 26-iyun, ya'ni 6-oyning 26-kuni bu qonli qirg'inchilik Shoganda bo'lgandan keyin ondan Urumchi ko'chalarga vijdonli Uyg'ur qarindoshlarimiz minglab to'kilib, haqqoniyat, adolat talab qildi. Xuddi biz kichik videoda ko'rib o'tganimizdek, bir Uyg'ur yosh o'g'lonimiz dedi, 10 minglab tutilib ketdi, bizga adolat kerak dedi. Shunaqa. Shu so'zning o'zi bir jumla so'z, ama nurg'un voqealarni o'z ichiga oladi. 10 minglab tutilib ketdi, bizga adolat kerak dedi. Ondan yana yosh bir qizimiz dedi, mening beshim kessin, boshqalar o'lmasligi kerak, ular yashashi kerak dedi. Shunaqa. Bir yosh qizimizning deyotgan gibi nima degan jasorat, o'zini o'limga mayli men kessam ketay, boshqalar yassin deyotdi. Nima degan zo'r jasorat. Uyg'ur xalqi shunday bir go'zal gen bilan yaratilgan, Alloh tanlab yaratgan bir gen bor Uyg'ur xalqimizda. Har bir davrda qahramonlar yaratildi. Qahramonlar ko'krak kirib o'tirg'i chiqaladi. Shuni bu xalq
Şunçilik yavuz Xitayning zulmining astidimi ezilib yo'qab ketmay, erib tugab ketmay, mavjudligini saqlab, dunyoga o'rnak bo'g'idek shajarlarni yozdi. Yani mesela ma ak ko'rinishda xonim qizlarimiz dunyoga o'z mavjudligini ailesiga, bolalarga yutib ketgan, yo'qotib etilgan erkaklarga, o'g'illarga, qizlarga ega chiqib, ular qayerda bizga adolat kerak, bizga haqqoniyat kerak deb ko'chalarga to'gilgan kun. Demak, Uyg'ur onalarning, Uyg'ur xonim qizlarning bu vaqtdagi roli intayin cho'ng. Ularga oliy ehtirom degim keladi. Ular hayot bo'lsa qahramonlardir. O dunyoga ko'chgan bo'lsa, ularning martabasi Firdavs jannatlarida shahidlik darajasi bo'lsin deb tilayman. Her o'ylasam, her bir rasmlarga qarasam, shunchalik yuragim erib, shu ko'zimda yoshlar oqadi. Bu kun dunyoga Uyg'ur xonim qizlari daston taratgan kun. Shunaqa. Xonim qizlar uyg'ondi, aile yurdi, nur bo'lib taraldi degan uqum. Xonim qizlar uyg'ondi, jamiyat jonlandi degan uqum. Xonim qizlar bir qo'lida 5 kun tevratsa, bir qo'lida dunyoni tevratadi deydigan bu so'zga men pek qoyil bo'laman. Haqiqatan durust. Bütün barlig'ini insoniyatning mavjudligi va davomi uchun ataydigan xonim qizlarimiz dunyoga unutilg'usiz bir daston taratgan tarixiy bir kun. Şu çatal medialarınınki tatqan her bir rasmlari Uyghur xalqininki qanchalik zulmlarga uchirganligi nurg'un qiran dadlarning, navqiran yigitlarning tutilib turmalarda kesilgan, yo'qotib etilgan ahvolda nahaqchilik chidamagan xonim qizlarimiz ular qayerda, oilam qayerda, bolalarim qayerda deb ko'chalarga to'kilib haqqoniyat, hurlik izlagan kun. Shunga bu kunning tarixiy roli, ahamiyati intayin cho'ng deb bilaman. Shunaqa. Hamda uningdan yana bir burun biz ko'rgan material va ba'zi uchurlarda mushu Urumchi Shogan voqeasidan keyin Urumchida bir ajdaqaliq bir to'plavatdi, undidar to'plari yo'q deb vaqtida 2 yo'lda shunday bir shaklda Shogandagi ba'zi bir rasmlar paylash orqali xalqning g'azab nafrati qo'zg'alib, anandan keyin buningga shu Urumchida yosh bolalarningki qanday shaklda bu qarshiligimizni bildiramiz, Shogan voqeasida o'lgan qarindoshlarimizning qanday buningda nimasini surishtirish qilamiz degandan keyin shu orqali bu namoyish tashkillashish bir necha kunga surilgan gap. Endi g'ulg'ullar bo'yi 5-silag'ishlik shaklda. Buni Xitoylar bu uchurlardan azal burla xabar topgan namoyishning bo'lganligidan. Hamda Xitoylar har qatim bizning Sharq Turkistonda masalan G'ulji voqeasidami qarindoshlarimiz o'ttirga bir namoyish shaklida chiqsa, ashadimi o'zining odamlarini silib, Xitoyni urib, boshqa-boshqalarni uruchaq qilg'iziblar, aning namoyishning xarakterini burmalabcha, o'zi qonliq bostirishga asos silish uchun ajna qilgan. Ma'u Urumchi voqeasinikidimi, ashundan mayliqi o'zining odamlari orqali ishiga silib etgan ba'zi yerlarni uruchaq qilg'izib, keyin namoyishning xarakterini o'zgartib, vaqtida u odam jihiyada 10 ming, 20 ming odam o'yadi, vurra deb nima qilib namoyish qilyapsa, birsini qilganki, og'itkidan nima bo'lganini bilmaylam, ashunga agishib qilgan bir ishlayapti. Bunisiga Xitoy bundan nihoyat unumli foydalangan uchurlardancha. Unda bo'lgandan keyin shunga anikayindan hattoki qaysi ko'chaga kelganda chiroqni o'chirish, hattoki u kamerani oldin bekitib bo'lgan gap deydi. Kamerani yo'llarga kameralarni aşı namoyish bo'lishining xabarini bo'lgandan keyin bu kameralarni oldin bekitlik, keyin qaysi ko'chaga qapsab, qaysi ko'chada qirg'in qilishdan tortib bu narsalar planlanib bo'lgan ish ekanligi. Andan keyin bu istiqlom yig'ishtirib yetib xalqaro qanday shaklda nima bilib televizorlarda optuzunda o'riyotgan, keyin bir ikki tatay Xitoyning yuziga qanot surkayotgan ash ko'rinishni ulab taqatgan gap. Demak, bular normal shakldagi terrorlik shaklda ko'rsatish uchun xabar shaklida ashlar narsalarni yasab ulgurgan gapda ular.
aş görünüşlerine naidim kılıp onu kendi başka millet olsun başka milletlerin gözle mala toplanan o bula normal namayış emez bu karakter hükümetke bir karşı şekildeki nersiken degan şekilde tutuşun ağız üçün bir şekilde işlerini elip bağallığı ma'lum. Bu işler elip verilip ana kendi şu kırgın eğir olap ketkendiğin keyin 7. İslam'a Ahmetçin aldığı işki kırınışımız koluğa piçak elip Xitay saqçılarına hücum kılıp Naq meydanda şehit olap ketidi. Etivit bo'ldi, to'g'ri. Shehid bo'ldi. Aşeriyandagi urug' tuqqanlarning tutilib ketganligini, aşeriyada nurg'un qarindoshlarimizning behuda qirg'in qilinib ketganligini ko'di anladichu. Shuning bilan g'azib etishib, anandan keyin qo'liga yeshonmaganda nima deb ash qarindoshlarimizning qon qisosini elish uchun ko'chaga o'zi chiqdi. O'qning oldiga ayna nima qilib chiqib, o'qning oldiga o'zini urib bordi. Demak, nima deganda Xitoy aş görünüşlerini eli bilip nima qildi onu biz nima şekilde bir taqat qilmadik. Lekin Xitoy nima deganda amal ba xarakterini nimaga terror şekilde yakonmasa bir bizning obrazimizni xunik şekilde taqishga uringan bo'ldi. Eng muhimi mushundaq şekildagi ishlar bo'lgan vaqtida Xitoyning xarakterini, Xitoyning maqsadini, Xitoyning siyosiy nimasini bilinmagan dunyo abiyam sizden digininizdeki yani sükut kaldı. Sükut kalıp hatta ki bir tekürüş ümükünü mü toxtaptı. Yani bir maç adam öldü davatıdı. Kırgın bulap getipti. Dep hatta ki şu akına üzüldü mü? İnternet mi xeli mezgillikçi üzüldüğü değil mi? İnternet, telefon xeli mezgillikçi normal işlemegen ahvalını taşqı dünya keyin bildim. Biz moşundaq uçurlarını keyin internetini taqib etipti, tok öşürlepti, telefon kesip etilipti degen xabarlarını anladık. Andikin bu şu arlıqda Xitay mediadan siz degandek naytim önümlük paydalanıp elqi vaqaninki irqiy qirg'inchilik bo'layotgan voqeani terrorlik voqeasi deb ko'rsatgan. Xuddi siz tasvirlagan ish ko'rinish orqali televizorda qayt xabarni beravergandan keyin vadan ishidagi xalq amalsiz televizorda radioda nimani ba'zi minglab yolg'onni kunda to'qsinmi shuni ko'rishga anglashga majbur. Tashqi dunyo bo'lsinmi sirtqi dunyoga chiqargan mediasidimi, media xabarlardimi, shu bir necha ko'rinishni asos qilib turib, xuddi Xitoy xalqi zulm o'chirdi. Uyg'urlar ularning ustidan urush cheqish bulash va qon to'kish voqeasini Uyg'urlar sodir qildi degan xato hukm dunyoga taralganligi uchun dunyo sukutni tanladi. Betaraf turishni tanladi. Men shaxsan bir Uyg'ur bo'lish suputim bilan, bir Uyg'ur xonim bo'lish suputim bilan la'nat deyman shu vaqtlardagi dunyo vaziyatiga. Manfaat uchun haqqoniyatni qayirib qo'ygani, keyingi irqiy qirg'inchilik lagerlarining ichilishi, turkumlab ishgirlarga xalqning to'shilishi, tashqi dunyodan beshi qora xolti keydirilib, Tayland, Vietnam va boshqa davlatlardan yuzlab Uyg'ur qarindoshlarimizninki tutilib Xitoyga o'tkazib berilishiga sabab bo'lgan dunyoning sukuti deb bilaman. Shunday. Dünyanın şu sükutiga sükut qilinishi Xitoy nayda usti uyallarni elib borgan bo'ldi. Shunun qatorida shu yolg'on rasmlarni, yolg'on uchurlarni shu vaqtdagi Urumchidagi ko'rinishda ichkirda bo'lgan bir Xitoyning qurolli qismining ret bo'lib turgan ko'rinishni Urumchida bo'lgan deb ko'rsatish orqali keyin uni Xitoy o'zi ya bu yolg'on bu ishkirning uning bar beradi qatnash voqeasidan keyin kichik xalqning qo'zg'alishidan chiqqan nima deb mandaq shaklda ta'tir tashviqot qilib yoki bo'lmasa bizning xato shaklda olib qolgan ba'zi bir tashviqot rasmlarini Xitoy bir shaklda urib yutib qilib buningda nima bo'ldi deganda bizning bu mediada masalan 100 gapimiz 99 gapimiz to'g'rilab bir gapimizda xatolik yoki mendan chiqib qolsa ashini tutib oladi emasmi? Şu an aş tarafidan bir şekilde işler bo'lganligini keyingi nimalarni anglagan bo'ldik. Demak nima deganda mayli Xitoy hozirgacha bu yan o'ynab kelyapti-ku. Hozirgacha mana butun dunyo Amerika boshliq butun g'arb ellari butun shu Rossiyaga qarshi turibsa, Xitoy yana Rossiyaning endi turib Ukrainaga tajovuzligini qo'llab-quvvatlayapti. Demak Xitoyning abdi bashirisini endi bugungi kelganda dunyo bilmasa bu da özünün menfaatiga, özünün xuddi
Uyg'urning kuniga qoldiganligidek bir haqiqatni tushunishni ogohlantiryapti shu mojaradagi tashkilotlarmi. Demak, Xitoy her şekilde qo'liq shumliq bilan, yolg'onlik bilan bir şekilde uyan o'ynab kelgan. Endi yana agar dunyo uyg'onib shuning uyg'uniga manfaatiga ba'zi bir şirket yoki bo'lmasa ba'zi bir nimani oliy manfaatni ko'rsatib qolsa, atigi o'zining vayron bo'lganligini mana bugungi dunyoda ko'rib turyapmiz. Endi eng oxirgi yana bir savolim edi. Muşu endi Sharq Turkistonda bugun nurg'un abam deganimizdek nurg'un şehitlarni berdik. Endi şehitlarni Allohning dargohida dua qilishimiz bu o'zimiz uchun. Ya'ni biz savobni biz olamiz. Şehitlerimiz hech qachon duosiz qolsa, ularning martabasi tuvanlab qolmaydi. Ama bizning ulardek vatan xalq uchun şehitlik beraylikdek ruhga ehtiyojimiz var. Shunday. Nurg'un abamdek siz degandek miyada bir videolarimiz var. Bunu bir qo'yib boqay. Muşunun içerideki qarindoshlarimiz bormi yo'qmi bilmaymiz endi biz. Çıkan qarindoshlarimiz yo'q bizning. 10 mingga baydo. 10 mingga baydo. Adillik kerak. Men buncha jon boqaman deb turibman. Adillik kerak. Adillik kerak. Yana deyman adillik kerak. Mening beshimni kessa faqat men o'lima. Boshqalar o'lmaslik kerak, hayot qilish kerak. Shuning qo'q kerak. Mening beshimni kessa faqat men o'lima. Boshqalar o'lmaslik kerak, hayot qilish kerak. Shuning qo'q kerak. Yani mening beshimni kessa faqat men o'lima, boshqalar hayot qilish kerak. Shunday. Deydi de muşun o'xshash shehitlarimiz bor hamda bu qismimiz hemşehrimiz şehitmi şehit emasmi bilmayman. Demakchi o'g'lim ulgi shaklda da'vatimi. Hamda mushundaq shaklda ash naq maydon hamda mushu shu vaqtning o'zidagi 13-dan oldidagi ko'rinish. Shunga hamda mushundaq shaklda shehitlik beraylik ruh ehtiyojimiz bor. Sizce bizim mushundaq ruhni qanday yetildiramiz? Yani bizim shehitlik beraylikmiz, berishimiz kerak deb mush qarindoshlarimiz, vatandagi qarindoshlarimiz maydisini kelib chiqib chiqqanga o'xshash biz shunda ruhni qanday yetildiramiz? Albatta buningda yüksek bir insonlik tuyg'u, vijdon intayin muhim. Xo'sh. Uyg'urlik g'urur texmi muhim. Men kessam mayli boshqalar yashash imkoni bo'lishi kerak deydigan shunday bir oliy o'zimizdan hal qilgan bir ruh bo'lganda, mundaq bir o'zidan hal qilgan insoniy ruh bo'lganda, bu shahid berish hayotini boshqalar uchun taqdim qilish hech gap bo'lmasligi mumkin. Bundaq ruh Uyg'ur qon qinida, jon jinida bor deb o'ylayman. Masalan, shu yosh qizlarimizdan masalan 7-iyul shehidlarning ichida men shehid deb bilaman. Ko'k maykiliq ay cho'lponimiz bor. Yeşil maykiliq gul pariyimiz bor. Yana tankning oldiga qo'rqmay hassin teyinib ketayotgan bir onamiz bor. Tursungul, ha. Tursungul onamiz. O'g'lin taqdak, o'g'lini izdergini bilmagan Patigul g'ulam onamiz bor. Shunaqa. Ballasining dardida endi savdob ketgan nurg'un onalar bor. Shunaqa. Jenini pido qilgan nurg'un yosh qizlarimiz bor. Men o'ylayman, ashuladagi ruh har bir Uyg'urda bo'lishi kerak ham bor. Uyg'ur xalqida shunday bir go'zal bir gen borki, har bir xatarlik paytda, xatarlik vaqtda volqon kabi etilib chiqa oladi. Onalar qahramon tug'a oladi. Qahramon yetildira oladi. Qon, jeni, pak imoni bilan batur ballani har zaman yetishtirib chiqa oladi. Haqqoniyatni yoqlaydigan insonlar tugamaydi, üzülmaydi. Dunyoga Uyg'urning mavjudligini, haq huquqini, bir hur vatan qurish orzusini amalga oshirish irodasini jakalaydiganlar hamon chiqadi. Va chiqyapti. Ayığı üzülmaydi. Ta ki bir hur vatanimiz bo'lganga qadar gullangan
milletler qatarida barabar yaşaydigan imkoniyat yoritılganга qadar bundaq ruh tügümeydi, üzülmeydi. Hem ısılda olmuşudu. Ben şundaq işinimin. Bundaq ruhni itildirishning ki muhaciratni ko'rib olaymiz. Vatandan ayrıldık. Hemimiz vatanning her narsasining intayin qimmatliligini, e'tiborligini her bir qadamda, her bir nafsimizda, her bir kunimizda, kechimizda, tushlarimizda hatto his qilib yetiglik. Demek vatanning qanchalik qadrliligini, öz tuqqanlarimizning, öz millatimizning, öz dinimiz, tilimizning ne kadar suyimlik, e'tiborli ekanligini her bir qadamimizda his qilib, qadriga yetib, qadrini bilib o'tyapmiz. Demek bunda ruh hammamiz topa. Faqatla imkoniyat va paytli bo'ladi ekan, bu qahramonlik ruhi urg'ib chiqadi ham nurg'un yaxshiliklarga vasila bo'ladi deb ishonaman. Shunday qildi. To'g'ri deysiz-da. Shunga mayli lager shahidlarimiz olsun, mayli maş keynimdagi rasmdagi analarimizdek olsun, abiyam siz ig'izga olgan Tursungul, Dilbar, anandagi Patigul G'ulom degan xonim hemşerilerimizga o'xshash şu bir milletning xonim qizlari da şu g'urur vijdon şekilde bo'ladigan ularning tarbiyalagan farzandlarida şu gen yetilib qoladi. Albatta. Albatta. deb o'ylaydi ekanmiz. Inshaalloh nurg'un botir jangchilarni, mujohidlarni mush onalar tarbiyalab yetishtirdi. Biz hozirgacha shu lager shahidlari ichida ko'p sonliq, ya'ni hammasining asosiyatidan Umar Bakaridan boshqa qolgan 7 xonim qizlarimizning borligidan faxrlanamiz. Demak, shular ya'ni qo'rqmas boshqa er lager shahidlarini angladik, lekin mush xonim qizildek maydonga o'tirib chiqib, mush izchil turda necha yilning yog'imiş anlatib kelganligidek mushlan jasaratidan shu bir millatdagi xonim qizlining ashta jasorat, fidokorlik, ashunda botirlik tuyg'usi bo'lg'achqa u millatda qahramon üzülmeydi demek. Bu yerda lager shahidlarining so'zi bo'ldi. Haqiqatan mu Ömer Bakali qarindishimiz bo'lsin, Qalbinur xonim bo'lsin, Gulbahar va Bahargul xonimlar bo'lsin, Sayragul xonim bo'lsin, Zumrat qarindishimiz bo'lsin, Mehrigul qarindishimiz bo'lsin, Gulzira qarindishimiz bo'lsin, hammasiga oliy ehtirom va hurmat salomlar bo'lsin deyman. Bu lager shahidlarining dunyoga berayotgan signallari, her bir uchurlari intayin qimmatlik. Tarixga muhr besilib qog'idek qimmatlik materiallarni dunyo yuziga ro'yobga chiqadi. Oliy ehtiromlar bo'lsin. Ko'rgan zulmlari, o'zining peshidan o'tkazgan qora kunlar her birisi kitob bo'lib dunyoga taralg'usi. Dünyani uyg'otishda bir ochqishliq rol o'ynag'isi, keyin texmo qimmatlik qonunlarninki ijro qilinish, tuzilishi va ijro qilinishiga asos solg'isi deb ishonaman. Shunday. Tarixda muşda özünü fidokorlik ko'rsatgan, muşda özünü beg'ishlagan, ko'rgan bilganni mayli zulmni oshkorlagan bo'lsin, fosh qilgan bo'lsin, mayli Xitoyga maydonni ifodalab qarshiligini har xil shaklda ifodalagan qarindoshlarimiz tarix betiga yozilib mangadi ekan. Albatta. Hamda biz men ba'zi vaqt o'ylab qolaman, ba'zi vaqtda mush namoyishlarga, ba'zi vaqtda odamlar oz chiqib qolsa va yoki bir odamlar oz bo'lib qolib qolsa, ajab odam shu başqalarning bo'lmadi, ajab oz chiqib qoldi, yoki boshqalar nimishga chiqolmaydigando deb dilg'ullab qoldim. Keyingi kunlarda bu dilg'ulligimni yeshirgan bo'ldim. Nimishqa deganda, bu namoyishni qilishga shu qilg'isi bor, yurkida o't bor. Shuning uchun men bir o'zimning bir kishilik insonlik, abiyamsiz degandek insonlik majburiyatimni ado qilay. Men shu Sharq Turkistondagi shu izlayotgan xalqimning bir ovozi bo'lay deganlar chiqa oladi. Shundoq. Dünyanın her yerindeki videolarga, resimlerge qarsam, her yerinde çıkıyotgan adamlar bolsa, yani şu adamlar var. Aldığın hesaplarda yani şu adamlarning qo'liga lozung ilib olgan, bayroq ilib olgan, short olayotgan ekanligini ko'rib olaymiz. Demak, nima deganda, aşı utuba adam her vaqt shuningga hozir bo'lib turdi ekan. Bu o't selinmagan, bu meylisi vicdanı qaynamagan, o'zimda o'ylamagan adam zaten uningga nim bo'lmaydi ekan. Biz bu karvanning oz bo'lishidan
yoki bo'lmasa ojiz bo'lishdan nima qilib qolmaysak, o'kinsak bo'lmaydi ekan. Mayli shu maydonga hozir bo'lganlig'anning o'zi biz men o'zimning bir kishilik shu hayotimdagi mush qadamimni, mush sekinatimni, mush vaqtimni ma'nilik o'tkazibdiman deb tushunsak bo'larkan deb o'ylab qoldim. Shunga biz hech qachon endi bu yerdagi qarindoshlarimiz shunda hech qachon chiqmagandan sen nima chiqmaysan, nima chiqmading degan gapni qilmaymiz. Faqat ularning vijdoniga qo'yib qo'yamiz u xitobni o'zi biladi. Chiqmaganning bali o'ziga chiqlik bir sabab bo'lishi mumkin, yoki qasddan chiqmagan bo'lishi mumkin, yoki Xitoydan qo'rquv virusi bo'lishi mumkin. Ammo qanday bo'lsa, ammo shuni o'ylab yetishimiz kerakki, mushi chiqalig'imizning o'zi biz o'zimizning bir majburiyatini. Biz tag'in talqon qilmaymiz, lekin bir insonlik vijdonimiz azobdan yengillaydi ekan-ku. Men chiqaladim, ish o'rmanib, men xalqimning ovozini olsinmi, anglata degan shaklda bo'la oladi ekanmiz deganni tushundigandek bo'ldim. Men shuni sizlar o'rtoqlashdim. Pek to'g'ri. Men bu yerda bir rasmni ko'rsatishni muvaffaq ko'rdim. Shu bak durust deysiz, bu vijdoniy burchimiz namoyishga chiqib men mavjud shu qarindoshlarimninki azob oqibatlariga, tatgan kulpatlariga men shu zulmlarga bir kishilik hamda o'zimninki vijdoniy burchimni ado qilaman deb namoyish chiqish bir insonlik burchimiz, vijdoniy burchimiz deb bilaman. Masalan, bu rasmda shu 5-iyul vaqasininki qirg'inchilikni xotirlashdan 1 yillik namoyish biz parlamentning oldidan Xitoy ambasiyasining oldiga menib ketayotgan vaqtimiz faqat esimdan chiqmaydi. Vatanimiz Sharqiy Turkistonning cho'ng ko'k bayroqni biz 6 ona elib mangdiq. 3dan 3dan. Mush oldida o'ng tarafda menba o'tirdi yosh bir singlimiz. Eng chetda Patugul appay, Patugul adam. Yani Baxtiyor qarindishimning onasi. Shu vaqtida men shunchalik yig'lig'im keldi. Hada islim kaplida, chunki hadimiz noyda og'riq nimada o'tirdigan vaqti, g'arbida rol stolda o'tirdigan vaqti, hada islim kaplisa mo'jinim fikam men mo'shunchilik motam bo'la bo'lsa, qanday o'tira olayman, daramni ichib, uyimda qanday yota olayman jinim fikam keldim. Dedi, hada isli nima oxiri bilan boshlamangsizlar, o'rin azodi yana beraylik desam, yo'q, men oyoqni silib ko'tarsizlar, bayroqni eng ig'ir vazifani biz ustimizga olmasak bo'lmaydi. Bolalarimizga, yoshlarga ulgu bo'laylik deb o'zi mo'risiga bir tarafini oldi. Men cho'ng bayroqning bir tarafini oldim, o'tirdi yosh bir singlimiz bor. Yana oyog'ida yana 3 singlimiz bor. Ashunda qilib Xitoy ambasiyasining oldiga shu 3-4-5 kilometr taxminan yo'l. Shunchalik issiq bu kunisi. Shu namoyish qo'shinda shu hadimizningki gipi faqat esimdan chiqmaydi. Rahmatli oldingi yilnisi korona sababli tuga ketdi. Ruhiy Firdavs jannatlarda bo'lsin. Shu hadimizning Baxtiyor qarindishimizga, Faridaga ali ehtirom va salomlar yo'llayman, sabr tilayman. Patlab mubodoq mushnaq ahvolda. O hadimizning shu so'zi faqat esimdan chiqmaydi. Vatanda o'shna qirg'inchiliklar bo'lib olsa, o'z og'riq do'riyab yurayotgan xonim shunchalik motamlik ish bo'lib olsa, men qanday uyimda xotirjam o'tira olayman, singlim deb shu gaplari qulog'imdan tuydim faqat ketmaydi. Demak, bu namoyish bizning eng aqalli, eng oddiy bir qarshiligimiz. Boshqa yana nurg'un vositalar bo'lishi mumkin zulmni dunyoga anglitishda. Masalan, har xil yig'ilishlarni uyushtirish, konferenslarni uyushtirish, yig'ilishlarni tashkillash, yana shahidlarning ro'yiga duo qilish, nazr tilovatlarni qilish va boshqa. Ammo bu namoyish bir eng aqalli dunyoga biz mavjud, biz egilmas ruhimizni, qo'rqmas irodamizni ko'rsatishga tayyor. Xalqimiz zulm chekyapti, zulm candan ötep sonakka ötep canığı yetti. Canlarımız tumuşup kelip kaldı. O zulümle toxtat deydiğinga dünyadan sada çıksın.
haqqaniyat tarafta turunglar, menfaat uchun insonlikdan kechmanglar deb anglashqa biz o'zimiz o'rnimizdan dast turishimiz kerak. Har yerda so'zlashimiz, bildirishimiz kerak. Har xil vositalar bilan. U namoyish faqat bir qismi deb bilaman. Buning bu vaqtini chiqaramasa, o'zining insonlik vijdonidan so'rab baqsa bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa, uning vijdoniga nima beramiz uni? Hamda oxirgi bir savolim edi. Hamda Xitoyning 5-yo'l ilib borgan irqiy qirg'inchilik intayin qabih. Biz shohidlarning og'zida faqat bir qismini anglay oldik va ba'zi bir oshkorlangan videolarni ko'ra oldik. Hamda nurg'un qarindoshlarimiz izdiriksiz yo'qolib ketdik. Hamda Erkin Asiya radiosining e'lon qilganimizda 104 100 necha qarindishimiz ham izdiriksiz yo'qolganligini ham aniqlab chiqargan bo'ldi. Mening bilishimcha. Hamda nurg'un voqealar oshkorlanmadi. Hamda bu qirg'inchilik doir materiallarni, shohidlarning shohidlikni, rasm, videolarni arxivlashtirish muhim deb xizmat deb o'ylaysiz siz? Albatta. Bu shu vaqtdagi ya'ni mayli shovgan qirg'inchiligidagi rasm, video, har qanday bir paket ovozliq, suratlik yoki videolik materiallarni yig'ib saqlash, arxivlashtirish intayin qimmatlik ahamiyatga ega. Urumchi 7-iyul qirg'inchiligi butun yoshlarimizni cho'ng kichik demay, hatto bolalardan tortib qirib so'lab yo'qotib izdiraksiz g'oyib qilib buningga ovozliq, rasmlik, hatto ko'rganlarning shohidlik so'zlarini videolar bo'lsa, hatto o'q ovozlari masalan tasvirlagan yoki telefonlarda bir saqlanib qolgan mundaq bir materiallar bo'lsa, bu tarixiy vasiqa bo'lib qoladi. Buni yig'ib saqlash, ratlab arxivlashtirish intayin qimmatlik ahamiyatga ega. Yana bular emas, yana 32 yil burungi Barin inqilobiy shahidlarining shajarasi, fidokorligi, shu vaqtdagi rasmlar bo'lsa, ovozliq uchurlar bo'lsa, G'ulja fevral qirg'inchiligi, minglab g'ulji yoshlarni qirib shu voqealiklardagi rasmlar yoki shohidlarning guvohlik so'zlari bo'lsin, asarlar bo'lsin, buni yig'ib saqlashning intayin qimmatlik ahamiyati bor deb o'ylayman. Ham shunday tushunaman. Buni qilish kerak. Bir guruh odam tashkillanib, buning sal qarmay har qanday bir shu munosabatlik materiallarni arxivlashtirib saqlashninki keyingi vaqtlarda ahamiyati nayt zo'r bo'ladi. Aman bir kun keladi. Al-qisasi minal haq, buni xalqimiz nayt obdan biladi. Dunyo sodiga Xitoy aman tatiladi. Shunaqa. Uyg'ur xalqi haqdor, Sharqiy Turkistonda yashagan, zulmga uchragan har bir millat, har bir xalq haqdor. Dunyo Uyg'ur xalqi bilan haqqoniyat tarafdori bo'lib bir sapda turib, Xitoyni hamon bir kun adolat sudiga tortib chiqirdi. Bu vaqtda har bir kichik deb qaralgan materiallarning o'z roli qimmati bo'ladi. Xuddi elb aytaylik, London sudida minglab varaqliq materiallar tayyorlandi. Yuzlab shohidlarning guvohligi elindi. Materiallar to'plandi, tarjim qilindi. Shu materiallarning asosida shu shohidlarning og'zaki va rasmlik va xatlik isbotlari asosida adolat sudi Xitoyni insoniyatga qarshi jinoyat qilyotidi, irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb hukm chiqadi. Mana bu shunga o'xshash. Bizning yig'ib saqlagan va tayyorlagan har bir materiallarimiz xalqaro adolat sudidimi haq bir hukmning chiqarilishida intayin qimmatli rol o'ynaydi deb ishonaman. Shunaqa. Shuning bu savolni so'rashimdagi maqsad hamda qabam siz deganingizdek 5 fevralning kuni o Kanadadagi Gulshan Abduqodir adimiz uni yani qism kitob qilib yozib chiqdi. Ish bo'lmaganda shu shakldagi guvohchilarning guvohlik nimasi bilan bir qismni kitob qilib tayyorlay olgan bo'ldi. Shunga o'xshagan shaklda hamda bu 5-iyulnikimi balkim qarindoshlarimizning tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu bir abam sizning deganingizdek mayli adliya arxiv ambarnikiga o'xshagan shaklda bir mukammal shaklda bir arxiv qurib qolsa,
abiyamqidek biz inşallah Xitayning tanavusini tatadigan çoxum xalqarada bularning jinoyat surishtirilib Aman keledi. jaza yurgizildigan bir kunlar kelidi. Şu olmaganda ana keyinki avlodlarimizga muşta arxivlar şekli arqılıq ulağıma bir Xitayning üçünü aladigan keyin davamlıq nima to'lam aladigan şekildeki işlarni qilish asosi bo'ladi deb o'ylayman. Qanday olmasin bu qilgan qirqinchilik hech qachon unutilib qolmaydi. Buni faqat abiyam deganimizdek unutmaymiz ham unutildirmasligimiz uchun. Albatta. Çoxum bir amaliy balkim buni bir guruh qarindoshlarimiz tayyorlik qilib qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda texmo yaxshi shaklda shular o'tirib chiqqan narsalarga boshqa qarindoshlarimizning destekchi bo'lib, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli moddiy ma'naviy jihatlardan yordamda bo'lsa, inshaalloh siz deganingizdek bir guruh qarindoshlarimiz qo'l tutib ishlasa, nihoyat yaxshi shaklda hallab ketadi deb o'ylayman. Mayli qo'limizda mayli Barın inqilobining olsun, 5 fevralning olsun, 5 iyulning olsun, yani biz bilmagan boshqa mana yaqinda shu Taylanddagi qarindoshlarimizning ahvollari bo'layotdi. 7 ayning 8 kunimi 2015-yili Taylandga qarindoshlarimizning akirib ketganiga 7 yil. 7 yil bo'lgan kun ekan. Bu kunni biz unutilib ketayotgan kunlarning birisi bu. İnşallah bunun biz 8-yil İnşallah bir müştah söhbet programımız işleşki tayyorlik qilyapmiz. Allah nasip qilsa. Demak, müştah şekilde biz unutuldurmaymiz. Amal var şu egaligi uçurumuzda şu media orqali qo'simi bir şekilde bunu bir xatir qilib har birlaridek ziyolilarimizning og'zidan, guvohchilarimizning og'zidan müştah qilib qolsa, keyingi avlodlarimiz uchun saqlanib kelishi kerak. Nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Har jihatdan. Bularda agar oxirida yana anglashlarımızga bugungi programmaga to'liqlaydigan so'zlarni alsak. Men intayin hayajanda birsi xursandman, yana birsi mushu 7 ayning 5 kundagi 13 yil burungi mushu Urumchi qirg'inchiligida vafot bo'lgan shehidlar uchun mushu programmani tuzgan qarindishimizga rahmat deyman. Ham mushu maydonda so'zlayotganim uchun xushallik his qilaman. Şehitlerimizge Allah firdevs cennet ata qilsin, hayatlarımızga kuch quvvat mag'dur bersin, haqni so'zligidek fursat bersin, haqiqat yo'lda bir qadam bo'lsinmi mang'idek bir jasorat bersin. Ondan bu yerda bir she'r borkan, bugun o'qib shunchalik ta'sirlandim. Men shuni o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Yulduz aqqan qarong'u kecha. Abduri Aygül Tamcı. Esindimi iyul ichida yulduz aqqan qarong'u kecha. Sansiz g'urur saldak qo'zg'ulib, yovg'a ko'krak kargan daqiqa. Bo'ldi ana baladan juda, g'urur uchun bo'ldi jon pida. Çaştı kökке sansız yulduzni, Uyghur degen bir yangraq nida. Dassalgachga Uyg'urcha g'urur, sug'urilib qandiki tomur, uzilgachga behuda g'uncha, tur das dedi vijdonliq Uyg'ur. Qallar aqdi tang so'zilgacha, tovlab nuzuk qarchuq qatqucha. Ana zari palakki yetti, yulduz aqqan zulmatlik kecha. Yo'q, sanoqsiz yulduz yana bar, jahon bizga bo'lsimi baktar. Qissas o'ti magmalar atar, Uyg'ur amdi bo'lmag'ay hech xar. Unutilmaydi vatan bolalari, Uyg'urlikning shonliq izlari. Kurash uchun pida her septe, yana milyon Uyg'ur canları. Rahmet. Rahmet ede. Allah razı olsun. Kıymetli vaktinizi çıkarıp bu bugünkü söhbetke nayeti küçük koştunuz. Nayeti yaxşı təsvirlep bədiniz inşallah. Allah razı olsun deymen. Onda olsa programımızı müşahede ahırlaştığımızda da
Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Köp rahmet programma uğurlaştırğınızga, qimmatli vaqtınızı çıkarğınızga, muşundaq sarxil programmalar üzülmegey, avazımız dunyoga anglangısı, avlatlarga nişan qağısı. Köp rahmet. Rahmet dedi. Rahmet. Emanet. Hörmetli görürmenler, bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Programımızga a'zo olmagan, qanımızga a'zo olmagan qardaşlarımızın a'zo bo'lishini, taqib qo'yishini so'raymiz. Programmamızda inşallah yaqin kunlarda yana yaxshi programmalarni har birlariga sunishga tirishimiz. Hammalarining solih duoda yetib qo'yishlarini umid qilaman. Hammalarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Allah razı olsun. Allah